Membrana orqali modda o'tishi. Hujayralarning plazmatik membranasi mavjud bo'lib, u xuddi to'siq kabi ishlaydi va aynan shu membrana hujayraga kiradigan va undan chiqadigan moddalarni boshqaradi. Membrana asosan fosfolipid molekulalaridan iborat bo'ladi va uning tarkibida turli oqsil molekulalari ham tarqalgan. Fosfolipid molekulalarining gidrofil qutbli boshi va gidrofob ikki dum qismi bo'ladi. Membrana shunday tuziladi-ki, fosfolipidlarning bosh qismi tashqariga qaragan, dum qismi esa ichkariga qaragan holda ikki qatlam hosil qiladi. Hujayraning ichki qismi sitozol deb ataladi. Hujayra tashqarisi esa interstial suyuqlik bilan o'ralgan bo'ladi. Moddalar hujayraga kirish yoki chiqish membrana transporti deb ataluvchi jarayon orqali amalga oshadi. Bunda ikkita asosiy tur mavjud. Passiv transport jarayonlari energiyani talab qilmaydi. Aktiv transport jarayonlari hujayradan energiya sarflashni talab qiladi. Keling avvalo passiv transport turlariga to'xtalamiz. Bular oddiy diffuziya, o'tkazuvchi oqsil yordamida diffuziya, osmos. Diffuziya moddaning yuqori konsentratsiyadan past konsentratsiyaga qarab harakatlanishi, ya'ni modda molekulasining berilgan hududga teng taqsimlanishi tendensiyasidir. Masalan, suvga shakar bo'lagi tashlansa, vaqt o'tib bo'lak eriydi va molekulalar suv bo'ylab teng taqsimlanadi, ya'ni muvozanat holatiga keladi. Konsentratsiya farqi mavjud bo'lgan hudud konsentratsiyasi gradienti deb ataladi. Shakar molekulalari ham aynan shu gradient bo'ylab yuqori konsentratsiyadan past konsentratsiyaga yuradi. Hujayra darajasida diffuziya. Hujayra membranasidan o'tayotgan har qanday erigan modda yuqori konsentratsiyadan past konsentratsiyaga o'tishi, bu jarayon modda konsentratsiyasiga bog'liq. Hujayra tashqarisidagi interstial suyuqlik va hujayra ichidagi sitozol o'rtasidagi moddalar almashinuvi sodir bo'ladi. Bu jarayon oddiy diffuziya yoki o'tkazuvchi diffuziya orqali amalga oshishi mumkin. Oddiy diffuziya kichik va qutbsiz zarrachalar bilan sodir bo'ladi. Ular qutbsiz bo'lgani uchun plazmatik membrananing ichki qismi ham qutbsiz bo'lganidan fosfolipid molekulalari orasidan bemalol o'ta oladi. Oddiy diffuziya orqali o'tadigan moddalar: kislorod, karbonat angidrid, kichik yog' kislotalari. Agar hujayra tashqarisida kislorod konsentratsiyasi yuqori bo'lsa, u konsentratsiya gradienti bo'ylab yordamga muhtoj bo'lmasdan hujayraga kiradi. Aksincha, hujayra ichida karbonat angidrid ko'p bo'lsa, u hech qanday yordamchi oqsilga ehtiyoj sezmasdan hujayradan interstial suyuqlik tomon chiqib ketadi. Oddiy diffuziya demak, qutbsiz molekulalarning membranadan to'g'ridan-to'g'ri o'tishi. O'tkazuvchi diffuziya. Bu jarayon kichik, lekin qutbli yoki zaryadlangan zarrachalar uchun xos. Bunday moddalarning qutbli tabiati sababli ular membrananing qutbsiz fosfolipid qatlamidan o'ta olmaydi. Shu sababli ular membrana oqsillari yordamida o'tadi. Bu jarayon ikki xil bo'ladi. Kanal orqali diffuziya. Bu jarayon ionlar uchun. Ionlar suv bilan to'lgan oqsil kanali orqali membranadan o'tadi. Har bir kanal noma'lum bir ion turi uchun maxsus. Kanal turi: ochilib turuvchi kanal doimo ochiq, darvozali kanal faqat ma'lum bir signal ta'sirida qisqa vaqt ochiladi. Masalan, natriy ionlari suvda bo'ladigan natriy kanali orqali doim o'tishi mumkin. Natriy katet kanali esa faqat signal bo'lganda ochiladi. Tashuvchi oqsil orqali diffuziya. Bu jarayon quyidagilar uchun: qutbli molekulalar, oddiy shakarlar, misol uchun glyukoza, aminokislotalar. Bunda tashuvchi oqsil modda bilan bog'lanadi, shaklini o'zgartiradi va modda membrananing narigi tomoniga chiqariladi. Masalan, glyukoza tashuvchi oqsilga ulanadi, oqsil shaklini o'zgartiradi, glyukozani hujayra ichiga o'tkazadi. Osmos. Osmos suvning passiv ravishda yarim o'tkazuvchan membrana orqali o'tishi. Bu suvning ikki tomonda konsentratsiyasi farq qilganda sodir bo'ladi. Osmos ikki yo'l bilan amalga oshadi. Suv molekulalari fosfolipidlar o'rtasidan sirg'alib o'tadi.
akvaporin deb ataladigan maxsus suv kanallari orqali o'tadi. Plazmatik membrana har doim ham barcha moddalar uchun o'tkazuvchan emas, selektiv o'tkazuvchan hisoblanadi. Shuning uchun suvning o'tishi doim konsentratsiya farqiga bog'liq. Plazmatik membrana ko'pchilik moddalarga, ya'ni zaryadlangan qutbli yirik moddalarga o'tkazuvchan emas. Masalan, agar membrananing ikki tomoni orasida erigan modda miqdori farq qilsa, suv harakati sodir bo'ladi. Aytaylik, inersial suyuqlikda 3% erigan modda va 97% suv. Sitazol hujayrachi esa 1% erigan modda va 99% suv mavjud. Bu holda konsentratsiya gradienti bo'ylab, ya'ni ko'proq suv bo'lgan joyda 99% kamroq suvli joyga 97% harakatlanadi. Natijada muvozanat evkalipit vujudga keladi. Aktiv jarayonlar. Aktiv transport, vezikulyar transport. Aktiv transport bu jarayonda modda past konsentratsiyadan yuqori konsentratsiyaga qarab, ya'ni gradientga qarshi harakatlanadi. Aktiv transport ikki turga bo'linadi. Birlamchi aktiv transport, ikkilamchi aktiv transport. Birlamchi aktiv transport bu jarayonda ion nasoslari deb ataluvchi oqsillar energiya yordamida ionlarni gradientga qaratish o'tkazadi. Masalan, natriy nasosi 3 natriy ioni va ATF nasosga ulanadi. ATF parchalanib, ADF va fosfat hosil qiladi. Energiya ajralishi natijasida asosan shaklini o'zgartiradi va natriy ionlarini hujayradan chiqaradi. So'ngra 2 kaliy ioni nasosga ulanadi. Fosfat ajraladi. Nasos yana asl holatiga qaytadi va kaliy ionlarini hujayra ichiga kiritadi. Natijada hujayra ichidagi va tashqarisidagi ionlar muvozanatda ushlab turiladi. Ikkilamchi aktiv transport. Bu jarayon bir moddaning gradiyenti bo'yicha harakatidan olingan energiya yordamida boshqa moddaning gradiyentiga qarshi harakatlanishni ta'minlaydi. Ya'ni bir modda yuqori konsentratsiyadan past konsentratsiyaga o'tadi, energiya hosil qiladi. Shu energiya yordamida boshqa modda pastdan yuqoriga o'tadi. Bu ikki xil bo'ladi. Simport ikkala modda bir yo'nalishda harakatlanadi. Aniport modda qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi. Misol, simport natriy ionlari hujayra tashqarisidan ichkariga, yuqoridan pastga harakatlanayotganda shu energiya glyukozani pastdan yuqoriga, ya'ni hujayraga kiritishga xizmat qiladi. Aniport natriy ionlarining tashqaridan ichkariga harakati energiya yordamida vodorod ionlari hujayradan tashqariga chiqariladi. Bu jarayonni ushbu natriy ionlari bilan ko'rishimiz mumkin. Va keyingisi vezikulyar transport. Bu jarayon yirik moddalar, masalan, oqsillar, katta polisaxaridlar uchun xizmat qiladi. Bu transportda vezikula, ya'ni modda bilan to'lgan faksimon qopcha ishtirok etadi. Vezikulyar transport ikki turga bo'linadi: eksositoz va endositoz. Eksositoz bu jarayonda moddalar hujayradan tashqariga chiqariladi. Odatda moddalar Golgi apparatidan hosil bo'lgan vezikulalardan to'planadi. Vezikulaning fosfolipid qavati plazmatik membrana bilan birlashadi. Ichidagi modda tashqariga interstial suyuqlikka chiqadi. Vezikula devori esa plazmatik membranaga qo'shilib qoladi. Endositoz. Bu jarayonda hujayra tashqarisidagi moddalar o'z ichkariga bukilib, moddani o'rab oladi va vezikula hosil qiladi. Endositozning 3 ta asosiy turi mavjud. Fagositoz hujayra yeyilishi. Katta zarrachalar, masalan, bakteriya hujayra tomonidan yutiladi. Hosil bo'lgan vezikula lizosoma bilan birlashadi va moddani parchalaydi. Pinositoz hujayra ichishi. Membrana buklanib,
suyuqlik tomchilarini va unda erigan moddalarni yutadi. Bu moddalar hujayra uchun oziqa sifatida ishlatiladi. Retseptor vositasidan endositoz. Membrana hujayra yuzasidagi retseptorlar maxsus molekulalarni tanib bog'laydi. So'ng membrana buklanib, retseptorlar bilan birga ularni hujayra ichiga kiritadi. Muhim eslatma: ham endositoz ham ekzositoz ham jarayonlari energiya aktiv talab qiladi. Shu bilan membrana orqali modda o'tishining asosiy turlari, passiv va aktiv transport jarayonlari to'liq tushuntirildi. Membrana hujayraning qoplagich hisoblanadi va bu uchun e'tiboringiz uchun rahmat.